bizani o'zimizni shaxsiy chatimiz bo'ladi. O'sha yerda bemalol gaplashaveramiz. Kimni qanaqa savoli bo'lsa bemalol javob ola oladi. Har bir savolga javob tayyor. Va kurs tugagandan keyin ham semirib ketmaymanmi degan savollar keladi. Yo'q, semirib ketmaysizlar, chunki sizlar tartib qoidani o'rganib olasizlar. Kurs tugagandan keyin ham bemalol sizlar to'lagan pulinglar oqlaydi. Sizlar o'zi bilasizlar nima qilsanglar oldingizlar, nima qilsanglar semirmaysizlar, nima qilsanglar semirishingiz mumkin. Даже semirish uchun ishlaymiz. Bir xil ayollar bor, bir xil ayollar ozishroq. Nimaga ikkita guruhni, ikkala ayollarni bitta guruhga qilganman? Chunki u ayollar nimaga semirib ketayotganini ko'rsin, bu ayollar nimaga ozib ketayotganini tushunsin. Asosiy bitta muammo bor, o'sha muammo ikkita tomonga ham zarar beradigan bo'ladi. Ana shu muammolarni o'rganishadi. Va qin kengligi to'g'risida mashqlar juda ko'p. Kursdan keyin ham mana 3 oylik kursim bor.